obunachilar, mana hozir O'zbekistondan Qozog'istonga o'tdik, chegaradan o'tdik, chegara u yoqda. Qolganda уже mana hozir sim karta olamiz, chunki bizga megabayt kerak, ishlatishimiz kerak. Mana bu yerda nomerlar bor ekan. Hozir nomer tanlaymiz. Hozir biz o'tib oldik, pulni ham alishtirdik. Endi hozir taksimizga ketyapmiz. Qozoq tili juda ham boshqacha bo'lar ekan, o'zimiz sondan qo'ymasin. Rosa charchab ketdim lekin. Patsientlarimiz demak, hozir bildim, mana shunaqa har kuni mana shunaqa yo'llardan o'tib, chegaralardan o'tib, mana bunaqa bozorlar qilib ketishar. Obunachilar, mashinaga ham chiqib oldik, o'tirib oldik, ketyapmiz, xudo xohlasa. Qanchada yetib olamiz? Necha soatda? 8-9 soatda yetib olar ekanmiz. Mana hozir biz уже asta-asta sentrga kirib boryapmiz. Qozog'istonda, ya'ni hozir mana ko'rib turganingizdek. Kamol Alisherovna, biz Qozog'istonga nima maqsadda ketyapmiz? Birinchi bo'lib, mana shu obunachilarimizga, mana shu patsientlarimizga Almatidagi jarayonlar haqida men o'zim ma'lumot berib, o'zim ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni o'sha borganda patsientlarimiz qaysi vrachlar bilan ko'rishadi, u vrachlar bilan gaplashishadi, o'ta podsadka jarayonlari, embrionlar qanaqa qo'yiladi, embrionlar qanaqa saqlanadi, ya'ni o'sha 5 kunlik kichkinagina embrioncha bolachani qanaqa saqlanadi va u qanaqa qo'yiladi. Mana shularning hammasi haqida shaxsan o'zim ma'lumot berib, ko'rsatib, tushuntirib o'tmoqchiman. Mana shu ma'lumotni beramiz. Qozog'istonni tog'lari yam ehtiyot bo'lib, ehtiyotli bilan ketyapmiz. Mana biz yetib keldik. Mana shu domga hozir kirib joylashamiz. Xayrli tong. Ana endi kvartiraga joylashamiz. Bu dushovая kabina. Вот именно и oshxona, и spalnya. Hozir asta-sekin joylashamiz. Mana biz Irem klinikasiga yetib keldik. Hozir bir chekkadan sizlarni Irem klinikasi bilan tanishtiramiz. Ketdik. Mana azizlar, Irem klinikasiga kirib oldik. Birinchi bo'lib keladigan joyimiz bu reception, ya'ni qabul bo'limi. Так, hozir biz funksiyaga kiramiz, shuning uchun обязательно bunaqa xalatga kiyishimiz kerak, botilla boshga, oyoqqa, обязательно maska taqishimiz kerak. Hozir birgalikda sizlar bilan mana shu funksiya jarayonini ko'rsatamiz. Ayollarning tuxum hujayralari dorilar yordamida, ya'ni gonal miniapur sitratid yordamida yetilgandan keyin uni punksiyaga olamiz. Tuxumdonlarni terib olamiz. Yengil narkoz ostida, juda tez tarqaladigan narkoz ostida punksiya qilinadi. Bu ayollar qini orqali maxsus uskunada terib olinadi. Umuman og'riq bo'lmaydi va terib olinishi bilan bemor o'ziga keladi. Keyin bemorimizni bemalol palataga o'tkazamiz. Demak, azizlarim, mana bilib oldik. Mana shu yerda funksiya bo'ladi. Ya'ni bu 10-15 minut vaqtni o'z ichiga oladi va mutlaq og'riqsiz hamda funksiya jarayonidan so'ng siz mana shu yerda bemalol dam olishingiz mumkin.
кладет их. Вот мы теперь Bu ayol tuxum hujayrasining ko'rinishi. Eksi muolajasi haqida eshitganmiz. Hozir eksi muolajasini qilib ko'rsataman. Demak, chap tarafda ko'rinib turgan katta nina bu tuxumdonni ushlab turadigani. Ingichka nina bu spermatozoidni ayol tuxumdoniga kirg'izish uchun kerak bo'ladigan nina. Mana teshdik. Endi ichkariga kirgizganimizni bilish uchun suyuqlik tortib ko'ramiz. Tuxum hujayrani ichidan spermatozoidni ichkariga joylashtiramiz va keyingi ayol tuxum hujayrasini olib, xuddi shu jarayonni qaytaramiz. E'tibor bilan qarasanglar, ichkariga erkak urug'ini kiritiladi. Bu embrionchalarni hosil bo'lishi. присосали его к пипетке и через тоненькую иголочку сперматозоид вот подается. Вот сперматозоид, вот он двигается и все, вот он остался здесь. Mana azizlarim, funksiyadan chiqishdan oldin yoki keyin eslab qoling, oldin yoki keyin mana shu yerda bemalol choy ichsangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana biz hozir shaxsan vrach Rustem Asharkarevich yo'llariga keldik. Hozir ularga eng ko'p beriladigan savolni beramiz. Xo'sh, eko muolajasi qanday qilinadi? Assalomu alaykum. Я хочу рассказать. Sizlarga qisqa qilib eko jarayoni haqida ma'lumot bermoqchiman. Odatda eko jarayoni ayolning ikkinchi hayzi kunidan maxsus dorilar berish bilan boshlanadi. 8-9 kungacha ukol qilib turiladi. Bundan maqsad follikulalar sonini ko'paytirish va yetiltirish. 13-kuni tuxumdonlar yetilganda tuxum hujayralarini tuxumdondan terib olinadi, ya'ni punksiya bo'ladi. Aynan mana shu paytda erkak urug' topshiradi va tuxumdonga erkak urug'i qo'shilib embrion hosil qilamiz va uni maxsus uskuna orqali 5 kun saqlaymiz. Embrionlar sifatli yaxshi bo'lgandan so'ng ona qorniga, matkaga qo'yamiz. Embrion soni ko'p chiqqanda qanday imkoniyatlarimiz bor? Birinchi bo'lib jinsini aniqlaymiz. Ikkinchi bo'lib irsiy kasalliklar, ya'ni ota-onadan irsiy kasalliklar o'tganmi yo'qmi aniqlasak bo'ladi va uchinchi bo'lib farzand kerak bo'lsa, mana shu embrionchalarni muzlatib qo'yib, keyinchalik qo'yib bersak bo'ladi. EcoX klinikasida Fayoz Hamzavich bilan ancha yillardan beri ishlaymiz. Stimulyatsiya jarayoni Toshkentda bo'ladi. Ularda ancha yillik tajriba bor. Mana shu stimulyatsiya bo'yicha analizlarni ham EcoX klinikasida topshirsangiz bo'ladi. Ko'p bemorlarimiz birinchi qismini Toshkentda, ikkinchi qismini esa IREM klinikasida o'tkazishadi ekoni. Bu bemorlar uchun juda ham qulay hamda vaqtdan yutishadi. Приезжает на программу ЭКО, уже начав стимуляцию в Ташкенте, а здесь мы уже завершаем вторую часть программы. Rahmat sizga. Mana azizlar bilib oldik. Demak, hech qanday qiyinchiliklarsiz bemalol ishonch bilan mana shu klinikaga eko muolajasiga kelsangiz bo'ladi. Ko'rasizlar, qanaqa chiroyli, tinch. Mana shu koridordan yurib chaqaganingizda quyganlarimizdan suv ichishingiz mumkin. Suv. Bu 8-xona Rustem Asharkarevich xonalari. Mana shu yerda agar bularni qabuliga kelgan bo'lsangiz, mana shu xonaga o'chirt bilan kirasiz. Joyli o'chirt. Tushdik. Endi bu yerda apteka bor. Apteka. Resepsiyondan kirganimizda zinadan pastga tushamiz. Pastga tushganimizda kafe bor. Ya'ni ovqatlanish uchun joy, bemalol hamma ovqati bor. Issiq xohlagan ovqatingiz. Obunachilar, mana biz yo'lga tushdik. Hozir Toshkent sari ketyapmiz. Xudo xohlasa kechqurungi soat 8-9 larda Toshkentda bo'lamiz.